qarindoshlarım, bu kiraydigan bizni bu darvozamiz bo'ladi. Bu hozir men kvartirani принят qildim-da, mana принят bo'lganimdan keyin endi nimasi bo'ldi? Bu ichki внутренний ishini remontini oldim. Mana instrumentlarni olib keldim-da hammasini. Mana buzib tashlaganlarni buzib tashladim. Sizlarga bir yo'lakay ko'rsatib o'tay dedim. Ana endi buni birinchi bo'linmasini boshlaymiz, kabeldan boshlaymiz. Mana o'sha buzib tashladik o'zi. Mana ko'rinyapti sizlarga. Xullas kalom ishim shu. Agar kimgadir yoqsa agar bitta like bosib qo'yasizlar. Kim agar shuni remont qiladigan bo'lsa, buzaydigan bo'lsa agar ekranga nomerini yozib qoldiraman. Bemalol telefon qilib bog'lanishlaringiz mumkin. Uni ko'rib keyin siz bilan gaplashib dogovor qilishingiz mumkin. Kimga yoqsa bitta like, bitta obuna qo'ysalaringiz bo'ldi. Keyingi videolarimda ko'rishguncha